Joriy yilning 15-martidan 15-aprelga qadar o'tkazilayotgan favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va fuqaro muhofazasi oyligi doirasida Dang'ara tumanida ham aholining yong'in xavfsizligi masalalaridagi bilim va ko'nikmalarini oshirish, ularda shaxsiy xavfsizlik madaniyati shakllantirish, iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha obyektlari hamda uy-joy fondini yong'in xavfsizligi talablariga muvofiq holga keltirish, shuningdek ishlab chiqarish korxonalari, bozorlar, yirik savdo majmualari, aholi ko'p to'planadigan boshqa joylarda o'rnatilgan tartibda yong'inlarning oldini olish borasida keng ko'lamli profilaktik ogohlantirish tadbirlari amalga oshirilmoqda. 15-mart kunidan 15-aprel kuniga qadar respublikamiz hududi bo'ylab favqulodda vaziyatlarda muhofaza qilish va fuqaro muhofazasi oyligi o'tkazilmoqda. Jumladan Dang'ara tumanida ham targ'ibot va tashviqot ishlari olib borilmoqda. Aholi yashash xonadonlarida, tadbirkorlik subyektlarida, davlat tasarrufidagi obyektlarda favqulodda vaziyatlarda muhofaza qilish bo'yicha targ'ibot tashviqot ishlari olib borilyapti. Fuqaro muhofazasi oyligi bo'yicha insholar ko'rik tanlovi o'tkazilmoqda. Bundan asosiy ko'zlangan maqsad fuqaro muhofazasi oyligi doirasida aholida tushunchalar hosil qilish. Belgilangan rejaga muvofiq soha xodimlari hamkor tashkilotlar bilan birgalikda kuni kecha tumanning Kelining mahalla fuqaroligida bo'lishib, yong'inlar, is gazdan zaharlanish yoki hamda havo gaz aralashmasining chaqnashi bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarning oldini olish maqsadida aholi o'rtasida tushuntirish va targ'ibot ishlarini olib borishda. Xonadonbo'yi o'rganishlar davomida fuqarolarga mavzu yuzasidan zarur tushunchalar berilib, xavfsizlik choralaridan ogoh etuvchi tarqatma materiallar tarqatildi. Nima qo'yish kerak? O'sha havo vitichga qo'yish kerak. Tepaga nimalarni bor. Kimani shilaklaringizni olib temirdan montaj qildirish kerak. Nimaga desangiz, bu gaz nima sizib chiqqanini bilmaysizda, ertadan keyin chaqnash bo'ladi. Gaz to'planib aytgan gurgut yoqqan paytingizda gupillab nima bo'ladi? Portlash bo'ladi, chaqnash bo'ladida, odam kuyish tan jarohat oladi. Mahallamizda 4035 ta aholi bu istiqomat qiladi. Biz doimiy favqulodda vaziyat xodimlari bilan doimiy aloqada bo'lamiz. Bular bilan hamkorligimiz doimiy bo'ladi. Mahallamizga kirib, aholi xonadonlarga kirib, o'zlarini profilaktik ishlarini doimiy olib borib turishadi. Ayni yo'nalishdagi targ'ibot tadbirlari tumandagi Baraka savdo majmuasida ham o'tkazilib, hududda yong'in xavfsizligi choralarini ko'rish bo'yicha tadbirkorlar bilan keng ko'lamda tushuntirish ishlari olib borildi. Mavzuga oid tarqatma materiallari tarqatildi.